To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hammangiz sog' salomatmisiz? Musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Aka-ukalar, jo'jalarni tomosha qilib, xudo xolasa, parandachilikni yangi boshlagan aka-ukalarimiz uchun bir foydali maslahatlarimizni berib o'tamiz. Ya'ni ko'proq bugun mavzu kannibalizm kasalligi. Bu kannibalizm kasalligi bu qanday kelib chiqadi, sabablari nima, davolash chora-tadbirlari, xudo xolasa ana shu haqida bir to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Jo'jalarimizni xalaqit qilmaymiz. Jo'jalarimiz tuproqqa belanib yotibdi hozir. Mana shu tuproqqa belanishi ham bu jo'ja uchun, katta parandalar uchun juda ham foydali. Buni men foydasini sezganman. Mana shu tuproqqa belanib yursa juda ham bir foydasi katta. Endi ko'p tushunmaydigan odamlar aytishi mumkin. Bu biti bo'lsa, har xil zarar ko'randalari bo'lsa, tuproqqa belanadi degan bir tushuncha bo'lishi mumkin. Yo'q, bu jo'jalarda hech qanaqa zarar ko'randa, hattoki mayda bitlar, hech qanaqa bitlar yo'q. Buni hamma chora-tadbirlari qilinadi oldindan. Xullas, hamma parranda bu shunday yaylovga qo'yib qo'ysangiz, bu tuproqqa belanadi. Bu ilmiy kitoblarda yozilmagan, hech qayerda yozilmagan. Bu masalan shu tuproqqa belanganning foydasi haqida. Buni men o'zim qanday foyda qiladi, buni o'zim bilmayman, lekin mana shu tuproqqa belanib yurgan parrandalar zo'r o'sadi, zo'r nima bo'ladi? Bu hamma taraflama foydali-da. Xullas kalom, men o'zim sezganman foydasini. Jo'jalarga xalaqit qilmagan holda bular kuranib yotaversin, foydali maslahatlarimizni berib o'tamiz. Kannibalizm kasalligi kelib chiqishi. Endi bu kannibalizm kasalligiga to'xtalishimizga sabab o'tgan videolarimizdan bu aytganmiz. Avvalgi eski videolarimizda bor. Endi hozir shu kannibalizm kasalligidan savollar ko'payib turibdi. Telegram guruhda ham, telefon qo'ng'iroqlari orqali. Xullas kalom, ana shu uchun shu haqida ma'lumot berishga harakat qildim aka-ukalar. Kannibalizm kasalligining belgilari bu jo'jalar boshlanishiga bir-birini asta-sekin patlarini bir-birini cho'qib yeyishni boshlaydi. Patlarini cho'qib, yerdagi patlar deyish mumkin. Bir-birini cho'qib patini yeyishi mumkin. Bu boshlanishi bo'ladi. Keyinchalik bu parrandani yoki jo'ja bo'ladimi, yo katta parranda bo'ladimi, bir qora tochka bo'lsa, yo axlat chiqaruv teshiklari atroflari sal qizarish bo'lsa, ana shu bitta ikkita cho'qish natijasida sal qon chiqsa, hammasi yoppasiga yopishib, bu bir-birini yeb tashlaydi. Xullas kalom, bu eng kasallik cho'qqisiga chiqqanda shu bir-birini qanotib, cho'qib, bir-birini cho'qib yeb tashlash, o'ldirib tashlashgacha olib boradigan kasallik. Endi buni kelib chiqishi, bu sanitariya ahvolini birinchidan juda ham yomonligi, ikkinchidan tikka tushgan quyosh nurlarida qolib ketishlik, uchinchidan suvsiz qolib ketishlik, to'rtinchidan bu kuchli ozuqalar, ya'ni broiler donlarini, go'sht mahsulotlarini birdaniga ko'pdan berib yuborish, qon mahsuloti, qon, shu qushxonalardan olib kelib berish, qonni ko'p berib yuborish, go'shtni ko'p berib yuborish hollari. Xullas, bu kasallikni kelib chiqishina eng birinchi sabablar. Yana sabablar bu vitaminlar, makro mikro elementlar, mineral moddalar yetishmovchiligidan ham bu kelib chiqadi. Mineral moddalar bu endi ko'p narsa kiradi. Kalsiy moddasi asosan shu suyak o'sishida qatnashadigan kalsiy moddasi asosan ana shu yetishmovchiligidan. Endi buni davolash choralari avvalan bor. Shu kasallik cho'qqisini chiqqanda xonani
donini berib, sirazi qarang'i qilib qo'yish kerak. 2-3 kun ana shu yo'lni qilish kerak. Nimaga deganda, shu bir-birini ko'rish, haligi qizarish bo'lgan yerlarni ko'rish, chegaralab qo'yish kerakda. Masalan, svetni yoqib turib, donini suvini berasiz, yeb to'ygandan keyin svetni o'chirib qo'yish kerak, qarang'i qilib qo'yish kerakda. Bir-birini ko'rish, cho'qish imkoniyati bo'lmasligi uchun yaxshi bo'lib ketgunga qadar 2-3 kun. Keyin ratsioniga vitaminli ozuqalarni juda ham ko'p kiritamiz. Beda, sabzi, pishirilgan kartoshka ozgina. Keyin 1 kilo 10 ta jo'ja hisobiga 1 gram tuz berib turamiz. Yana 10 ta jo'ja hisobiga 1 gram oltin gugurt donlariga qo'shib berib turamiz. Keyin qatiq mahsulotlari beramiz. Kalsiy moddalarini kuchaytiramiz, vitaminlarni kuchaytiramiz. Keyin veterinariya aplikasida vitamin degan dori bor. Ana shu vitamin degan dorini 1 litr dog'langan suviga 2 gram solib 5 kundan 7 kungacha ana shu suvni oldiga qo'yib qo'yamiz. Faqat shu suvdan ichadi. Xudo xolasa ana shu chora-tadbirlarni qilsangiz bu yaxshi bo'lib ketadi. Endi avvalambor bu kasallikni davolagandan ko'ra kasallikni oldini olganimiz yaxshi-da. Har qanday kasalliklarni oldini olganimiz yaxshi. Ana shu uchun yuqoridagi aytib o'tgan kelib chiqishi mumkin bo'lgan xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Oldindan shu qilib, sanitariya ahvollari hamma narsasini qilib, vitaminlari, makro mikro elementlari, minerallari hamma narsasini normalniy qo'yib, mana bu yaylovlarga ko'p qo'yib tursak, kannibalizm kasalligi bo'lmaydi. Aka-ukalar, bugungi ma'lumotlarimiz shular kannibalizm kasalligi haqida. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Silkani ustiga bossangiz Telegramga o'tasiz. Bu yerda parandangizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Xullas foydali. Akalar, ukalar sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat.